Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Musulmon kanali. Xo'p, men Muzaffar G'afurov. Bugun biz mana shu Lamborghinini ko'pchilik qismlarga bo'lib, ot kuchisini ko'paytiramiz. Mana misol uchun hozir ko'ramiz. 8 ot kuchi 7000 tagacha bo'ladi. Va biz tuningga kirib, buni hozir pulimizcha sekin qilishaversak. Misol uchun ot kuchi ko'paytirmaydi yoki boshqa 200 minglikni olsak 198 ot kuchi yo'qotadi, chunki bu ancha kuchli ekan. Tak. Mana shu 68 ot kuch qo'shar ekan. Turbo. Hozir buni biz tortishni ham bitta ko'ramiz. O'zi bitta shu mashinam bilan men mashina bor. Ketdik. Lekin men qilaman shu strek qilsa bo'ladi mashinani. Hozir kirish ancha vaqt oladi. O'zi shu strek mashina. Lekin bundan shu strek qilsa, orqa tarafda kim bilan o'ynamoqchi bo'lsa, tak. ID'imni ham kommentariy yozib ketaman, like bosish esdan chiqmasin. Sizlar uchun endi bunday harakat qilaman. Bu hurakan yoki aventador, uni kommentariy yozib qo'yasizlar. Buni tushiramiz. Bu juda ham kech tushadi. Ungacha biz bunday qilib grafikasini ertalab qolamiz va bitta aylanib kelsak, joyni tushiramiz. Umuman o'ynaladi, to'g'risi bu o'yinni o'ynasanglar bitta mashina olamiz, uni ham mashina cheat qilamiz, uni ham videosi chiqadi. Bu videoda maksimum ko'p like yig'ib berasiz, 15-20 ta. Balki undan ham ko'p xursand bo'laman va o'sha cheat qilish videosi ham chiqadi. U cheat qanaqa cheat? Bir balo programmalar yuklamaysizlar. Oddiy mashina bo'ladigan narsa. Faqat hozir buni qilsak bu bunaqa bo'lib ketmaydi. Bitta mashina bor, uni qilsak, o'shana mashina hozir qiladiganlarga qilsak, вообще u surib ketadi. To'g'ri qo'yish kerak, ya'ni yozuvi tushib ketsa, lift degan yozuv bor, ya'ni ko'tarilish. O'sha tushib qolsa battar keldi. Sal orqaroq qo'yib bersak, ko'tarishga oson. Bu odam biza avvida tormozlarni ham yoqib qo'yamiz, sirpanib ketmaydi ko'tarilganda. Ko'tarilishda ancha vaqt oladi. Bu yerdan ko'tarilgan. 2 ga qilamiz, 3 ga qilamiz. 7 ga ancha tez chiqadi. 6, 5, 4, 3, 2. Shuni qilasizlar, mana yo'lini bosasizlar. Ancha tez bo'lib ketdi. Bossy gaz oxirigacha. Mashinani to'g'risi podatoga degan, necha pul turishini ham bilmayman, sotmaganman. Nomerni o'zim yasaganman, 3 0AAA. Men buni ham e'tibor bersa, buni ham o'zim qilmaganman. Men uchala aylanchi chiqarib ketdi. Buni faralari ham o'zgaradi, mashinani obzor ham ola qoling. Mana kirsak, bu ham kirish chiqish ancha vaqt oladi. Bunday qilib car upgrade bosamiz, exterior rangli bo'yicha normalda frames window headlight, ya'ni mashina chirog'ida. Yani har xil rang qilsak bo'ladi, lekin menga ko'proq mana shu rang yoqadi. Men buni qilsam ham bo'ladi, lekin shu rang emas.
Yana bitta mashina olmoqchiman, chunki mashinam juda ham kam. Keyingi videoda ko'rasizlar uni. Mana bunda 14 ta mana shunaqa sovg'alar bo'ladi. Shuni oxirida mana bu mashinani beradi Seles'ga. Seles menga yoqadigan mashina. Mana bitta sotib olsa ham bo'ladi. BMW mana bu mashina. Mana bu mashina. Bunaqa mashina. Oxirgi mashina haydovchi bo'lsanglar, buni salmdorog'i bor. Uni ham podarkada mana beradi, lekin shunaqani orqasi chiqqanga ko'rsa bo'ladi. Hasharga mos mashina deylar, shunaqa xohlasanglar. Seles olamiz, mana mashinani olamiz. New Cars shu mashina. Ancha chiroyli mashina. Bunga nomerni ham keyinroq taqamiz. Hammaga rahmat, video